Noqonuniy qurol saqlash bu qonun hujjatlarida belgilangan tartibni buzgan holda o'qotar, sovuq yoki boshqa turdagi qurollarni ruxsatnomasiz saqlash, olib yurish yoki yashirish hisoblanadi. Noqonuniy qurol saqlash jamiyat xavfsizligiga tahdid. Huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan bu turdagi jinoyatlarga qarshi turli profilaktik tadbirlar tashkil etilyapti. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-moddasi 3-qismida qonunga xilof ravishda o'qotar qurol saqlash uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. 246-modda 1-qismida esa qurol-yaroq, o'qotar qurol va o'q-dorilarni saqlash kontrabanda hisoblanadi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida mazkur turdagi jinoyat fosh etildi. Toshkent shahar Mirobod tumani sudi tomonidan ushbu jinoyatni sodir etgan shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llanildi. Oilaliman 4 nafar farzandim bor. Qurol Buxoroga olib kirganman. O'sha jinoyat bilan men mana 11 yilga ozodlikdan mahrum etildim. Navz quliga aylanganmiz. O'sha yengil pul topish yo'li deb o'yladik, ammo bu bizga og'ir tushdi. Qilgan jinoyatimdan keyin afsusda bo'ldim. Kecha bo'ldida, ujumat qurolni keltirib egasiga topshirgandim o'sha Buxoroga. Bu qilgan ishim uchun to'sh paytgacha men qanday yashaganimni o'zim bilmayman. Men hozirga afsuslagan joyim qizlarim yo'q. Maktab o'qiyapti hali qizlarim.